Akalar bilasizlarmi, malini qo'shni bo'ladi. Bir kun 4 ta 5 ta o'lja ushlab qo'ysang. Haliga biz ishlaydik-da. Siz uyda bo'lib o'lja ko'p ushlayapsiz deyshadi. Hayron qolaman-da. Qaytanga asli aka bo'lsa, akani o'zlariga ham tushmaydi shu gaplar. Menga ham tushirmaydilar. Shu tagidan pirollatib zeriktiradilar. Hayron qolib ketasan. Bu katta yomon narsa-da. Men qaranglar, qo'ni-qo'shni bilan oldi berdi qilasizlar-ku. Ularniki tushsa, tomida kuzatib o'tiradi. Tushsa sirazi olib chiqaman. Ammo siz bu yoqda uchirib qo'yib, bu yoqqa chiqib ketgan bo'lsangiz, bilmasiz, haliga kaptar tushsa, deb olib chiqib ketavermaydi. Hali ko'z bilan ko'rsangiz olib chiqasiz, ammo ularniki hali yetib tushmasdan oldin uni silkib turib meni kaptarim tashlashyapti dedi. Kechamdek vaziyat bo'ldi. Kaptarlar uchirib qo'yib chiqib ketdim. Chiqsam bittasi yo'q. Qarasam qo'shnimga tushdi. Ha, bo'pti dedim-da, qo'shniga tushdi-da. Indamadim men hamki. Indamadim. Shu bilan uyam indamadim. Menga tushdi deb. Asli bilaman. Chunki shayda yurgan narsa ashunga tushishi aniq-da. Ochadi, hayron qolasan odamlarga. Bu oldi berdi chatoq narsa-da. O'shaning uchun oldi berdi. Yo'q qilish kerak, qutulish kerak. Yo'qoldimi, yo'qoldi qilish kerak.